Biz bugünkü dersimizde bundan keyin ehtiyojimiz bo'ladigan va yoki biz davomli ishlatib kelayotgan ma'lum tor bekatlarni PDF holatda saqlash uchun ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Mushaqtonlar xayrlik bo'lsin. Biz bugünkü dersimizde bundan keyin ehtiyojimiz bo'ladigan va yoki biz davomli ishlatib kelayotgan ma'lum tor bekatlarni PDF holatda saqlash uchun ko'rib chiqamiz. Bu xil shakldagi PDF holat saqlanishning alohidligini biz darsimizning davomida birlikda ko'rib chiqaylik. Unda esa biz Google Tor ko'ruvchi ochamiz. Agar kompyuteringizda Google Tor ko'ruvchi bo'lmasa, kompyuteringlardagi ma'lum bir Tor ko'ruvchi orqali Google Chrome'da bu shaklda izlash orqali mana chiqqan ulanmaninki birinchisini besish orqali Google Chrome'ni tushirib kompyuteringizga qashlab bo'lgandan keyin bu shaklda undan keyin darsimizni davomlashtirish orqali PDF holatda saqlash uchun ko'rib chiqsanglar bo'ldi. Onda ise biz aldı bilen saklanmakçı boğan yani PDF halat saklanmakçı boğan tor bekatimizni açımız. Bu tor bekatni biz en başta özümüzden kanal boğan şu kompüterde turmuş kanalımızdaki baş sahipsini PDF halat saklap bakaylı. Bu yerdeki bir qancha alaylıkni sizlarga bu şekilde gösterip koyayım. Endi qaraydigan bo'lsanglar, şu Google Tor ko'rishningki o'ng taraf ustidagi 3 tane chekni bosgandan keyin bu yerda bir qanchalagan tizimlik chiqadi. Buningdan printni bosamiz. Mana bosgandan keyin Muşu biz açkan tor bekatning o'zi mana shaklda PDF holatda saqlanadi ekan. Toplam 3 bet bo'pti. Hamda bu yerda diqqat qilgan nuqtamiz cho'qim mayaniki o'zi PDF holatda mana shaklda tanlangan bo'lish kerak. Uningdan keyin mushadiki 3 betning hammani saqlamoqchi bo'lsanglar, shu oldigini tanlaymiz yoki birinchi betni saqlamasdan 2 va 3-chi betni saqlamoqchi bo'lsanglar, customni besib bu yerdan 2 va 3 deganga o'xshash mana shaklda mana o'rnaklikka o'xshash bevosita kirgizish orqali saqlasangiz bo'ladi. Undan keyin bu tik holatda, ya'ni qaraydigan bo'lsanglar, A4 holatda tik holat shunami. Biz buni yanto holatda mana shaklda yana saqlashga bo'ladi, ko'rayotganlaringdek. Bu toplam 4 bet bo'pti. Bu shaklda bu tanlanmalarni tanlab olsanglar bo'ladi. O'zingizlarning ehtiyojiga asosan. Undan keyin bu yerdagi more settings, ya'ni texnik ko'p tanishaklar degan bosgandan keyin buning o'zi mushadiki qog'ozdan cho'ngichlik, ya'ni A4 holatda bo'lamdi yoki mushadiki o'zingizlarning ehtiyojiga asosan xohlagan cho'ngichlikni tanlasanglar bo'ladi. Undan keyin qog'ozga chekilmasaq bo'ladi. Undan keyin save'ni bassaq bo'ladi. Bu yerdagi mana davom patmaganlik uchun men bevosita buni besish orqali betni biroz cho'ngaytaman. Buni ham cho'ngaytsam bo'laveradi. Mana ko'rayotganingizdek mana shakl bo'ladi. Yoki tik qilsak ham bo'laveradi. Mana ko'rayotganingizdek hammasi mana shakl patdi. Demak men faqat birinchi betni saqlamoqchi, shunlashqa 2ni o'chirib birinchi betni saqlamoqchi ko'rayotganingizdek. Undan keyin bu yerdagi saqlashni bosma, ya'ni save'ni bosma. Bosgandan keyin o'zimizningki saqlamoqchi bo'lgan o'rinni ko'rsatib beramiz. Men desktop. Shu ustal ustini tanlay, saqladim. Hamda qaraydigan bo'lsanglar, shu bo'ldi PDF holatda. Biz buni qo'shib ochgandan keyin qaraydigan bo'lsanglar, mana tor bekatning o'zi bevosita saqlandi degan Uyg'ur xatlari buzilib ketmagan holatda saqlandi degan. Hamda biz shu PDFning o'zida shu darslarga bevosita bo'lisha olamiz. Masalan, buni bosgandan keyin mana ko'rayotganingizdek darsimizningki mana darsga ulandi. Undan keyin masalan buni bossaqmi bevosita shu darsga ulandi degan gap. Ma'lum bir tor bekatlarni o'zingizlar saqlab olib, boshqalarga tavsiya qilmoqchi bo'lsanglar, bu shaklda PDF holatda saqlab olish orqali boshqalarga yana shu PDF holatda yo'llab bersanglar, texnik aniq va texnik qulay holatda bo'ladi. Undan boshqa yana o'rnak bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, Mahmud Qashqar bo'g'imizningki shu nimasini qilib qo'yaylar. Men bu yerdagi fontning nimasini aktivlashtirayotgandan keyin xat chiroyli chiqdi. Agar xatni chiroyli chiqarmagan bo'lsanglar, ilgari darslarimizdan buni ko'rish orqali mush mashg'ulot bo'yicha xatlarni chiroyli qilishtirib olsanglar bo'ladi. Mazkur videoning ostida bu darsningki ulanmasini qo'yib qo'ymay, shu shaklda ulanib o'rganasanglar bo'ladi. Undan keyin masalan buni o'zini bevosita saqlab qo'yaylar, eng oxirigacha tushiryaptik. Bunda tushirishimizning sababi shu tor bekatningki, shu ochgan betimizning to'liq holatda bizga ko'rinishi. To'liq holat ko'ringandan keyin yana o'xshash shaklda printni besib, undan keyin yanto holatda mana shaklda saqlab olsak bo'ladi degan gap. Save'ni bosdim. Yani o'xshash shaklda saqlab oldim.
Ondan keyin qaragan bolsanglar mana Mahmud Koshig'ari Wikipedia deb chiqdi. Buni qo'shib boshqandan keyin biz saqlagan bo'yicha va yoki biz tor ko'ruvchimizda qanday ko'rgan bo'lsak shu shaklda saqlanadi degan gap. Bevasa buning mazmunini bu yerdan yana ko'paytirishga bo'ladi. Bu shaklda xatlar chiroyli bir shaklda saqlangan bo'ldi degan gap. Bütün tor bekatlarni bu shaklda saqlab olishga bo'ladi. Unda esa darsimiz mushachi bo'lsin. Texim ko'p qarindoshlarning foydalanish uchun darslarimizni o'zaro tavsiya qilib qo'yishni, texim yaxshi bo'lgan darslarni ishlay olishimiz uchun qonunimizga ergashishlar birga darslarimizga bosh barmoq bosish orqali yoqtirishni unutmag'aysizlar. Allohga omonat.